siz sotuvchi yoki sotuv menejeri bo'lsangiz, hattoki savdo vakili bo'lsangiz ham farqi yo'q. Siz o'zingizni mahsulotlaringiz orasiga bir ikkita qimmat variantini ham qo'shib qo'yishingiz kerak. Qimmat mahsulotni ham. Farqi yo'q. Siz tovar sotasizmi, usluga sotasizmi, farqi yo'q. Bir ikkita qimmatini qo'shib qo'yishingiz kerak. Bu nima effekt beradi? O'shanda o'sha qimmat ikkita misol uchun qimmat mahsulotni fonida sizdagi o'sha narxi o'rtacha yoki nisbatan arzonroq bo'lgan mahsulotlar yana ham ko'proq sotiladi, yana ham ko'proq o'sha mijozlarni o'ziga jalb qiladi. Bu narsani, bu usulni shaxsan men ham o'zim ham sinab ko'rganman. Biz ham o'sha reklama agentligimizda reklamli paketlarimiz bor har xil. Endi biza hamma bob bir mana shunchagina pulim bor edi, shunga ham reklama qila olmaymanmi, reklama sotib ola olmaymanmi degan odamlar uchun ham mos bo'lsin deb, xalq bob nimalarimiz ham, prayslarimiz ham bo'lsin deb o'sha reklamli paketlarni kiritgandik. Ular endi o'ziga yarasha sotiladi, lekin shularni ham qimmat yoki bir bundan ham arzoni yo'qmi deydiganlar bari topilib turardi-da. Yana bir o'ylab ko'raman. Xullas, mana shunaqa holatlar bo'lardi. O'sha premium nimalarni ham, paketlarni ham kirgizgandan keyin nisbatan qimmatroq va o'ta qimmat bo'lgan paketlarni kirgizdik. Boyaga aytganimdek, qimmat mahsulot deganimdek. Ana undan keyin mana bu o'rtacha nisbatan arzonroq paketlarimiz prosta shundoq uchishni boshladi. Uchib sotiladigan bo'ldi. Ishonmasangiz, buni o'zingiz ham o'zingizni faoliyatingizni sinab ko'ring. Обязательно sinab ko'ring. Xudo xolasa, agar yaxshi natija bersa, mana shu videoni kommentariyasiga bitta rahmat deb yozib qo'ysangiz bo'ldi, yetadi.